Assalomu alaykum. Bugun Ottawaniki downtown shahar markaziga yaqin bir joyga kelgandim. Qarsam bino yiroqdan ko'ringani Xitoylarniki bir cherkov ekan. Sirtida xatini yozib qo'yibdi. Java xatim shundaydi. Uning 50 metrli berisida mayada yana bir cherkov bor ekan. Yerdan ko'ringani o bino Shiniki oldida Shirinninki haykallari bor. Bir qarshi Xitoylarniki binosi kelib kelinib turdi. Ma ko'cha pak varan chirinkanlik ma ko'cha kirib ketay. Shu havo shundoq yaxshi ekandiq. Sizlarga Navro'zlik salom yo'llag'ash. Hammanglar bahor bayraminglar muborak bo'lsin. Navro'zni yaxshi o'tkazgansizlar deb ahvol so'rag'ash. Ma Xitoylarniki cherkovniki oldini o'tib ketib berib bir qisqa video qilay dedim. Xitoyninki cherkovi bu shaxsiy qurilishlarniki chiqligi uning ishki bukat nersiga lam ikki ko'cha nersi bo'lsa Chinatown bor. Hamma shaharlarda cho'ng shaharlarda bir Chinatownda bir Tangrinji Tangsulavlar ko'chasi deb qo'ymiz-ku. Ashunda bir narsa bor bularning hamma shaharda. Shularni o'ylab bu bizning neyimiz bor. Bir cherkovni bir masjidga aylantiradigan bir yaxshi qurilish, shunday cho'ng yaxshi bir xabar ekan. Degan chaqda nurg'un qarindoshlarniki shuning qarta ta'tir shamol chiqarib gap qilishlari meni shunday bearam qildi-da. Shuning bilan men shuni so'zlay deb bo'lsa shu ishni qo'llayli deb bu videomni ishlayapman. Ko'chada maqash naq maydon qilib video ishladim. Voy deganimdagidek shu hamma yerda Xitoylarniki bir narsari bor. Bizlam bir ishlarni qilayli desak ham ta'tir shamol chiqardiganlar jiq. Ba'zi gaplarni anglabmi ajab bir bu gaplarni ochiqlam desam boshqa videolardan takrorlanibdi. Uyg'ur degan dunyoning boshqa har qanday yeriga borsa masjidga kira oladi. Shunga bizning masjidimiz bo'lmasimi bo'ladi. Hey, shumi bir mantiqmi undaq bo'lsa Uyg'ur degan dunyoning hamma yeriga borsa panoh tilablam qilib yashayapsiz. Bo'ldigan nima Uyg'urning vatani bo'lmasimi bo'ladi degan bilan o'xshash emasmi? Ochig'im gap qaynab qilib har bir o'ylasam. Shuning bilan shu bir cherkovninki masjidga aylantirishi bir cho'ng yaxshi ish. Bu Turkiyadan bir cho'ng bir Aya Sofiyani masjidga o'zgartdi. Boshqa har joylardan nurg'un cherkovlar, masjidlar o'zgaryapti. Shundoq cho'ng yaxshi ishlarniki birsini Uyg'ur qilsin bo'pti. Shundoq deb shu yaxshi ish qo'llayli. Aning ustiga bizningki iyoni berishda bizningki toza degandagidek nimamiz yaxshi emas bizningki-chu. Az pul berishga izzat otimiz. Jiqroq pulni bagimiz kelmaydi degandek. Bu donationniki ulinishni, bu iyon qilishniki ulinishni hali turib men bir şeyga yozib qo'yay shu videomniki ostiga. Odatda boshqa bir yerlarningki bu donation e'lonlarda odatda kishilar $2, $3 degandek iyonni berishni hargiz hijil olmaydi odatda. Bir qitimlik qahvaninki puli. Shu bir qitimlik qahvaninki puli bir masjidniki bir tal xishi bo'la oladi. Bu to'g'risida masjid qurishninki savobi to'g'risida u kim Ali Akbar Damolloji mu yaxshi gap qo'ygan shuniki bir 3-4 minutlik qisqa gap ekan, shuni o'zinglar anglab boqsanglar men u din to'g'riliq bu yerda unda gap qilmay. Ammo bir cherkovninki masjidga o'zgartirish qurilishini Uyg'urlarning almoqchi bo'lib shuni bitirmoqchi bo'lgan bu ish haqiqatan maqtashga arziydigan cho'ng yaxshi xabar bo'lib chiqadigan yaxshi ish. Shunga ko'pchilik hammamiz qo'llayli deb bu videomni ishlayapman. Shunga ko'pchilik bir qahva pulining oz ko'may bo'lmagan nada uchratdim. To'g'ri ayliq ETTV bizningki Sharq Turkiston to'r televiziyasiniki shuning bir nim qilgan chog'da $3,000 $5,000 bir iyon yiqqan chog'da bir musulmonlarniki gruppisida bir e'lon qilgandan keyin
donation tizimini ko'rsanglar $2, $3, $5, $10 shundoq bakrak saxiyalari 50-100 berga berganlar mobaylik ushaq tushak berganlar shundoq nurg'unda shundoq qilib birdan ochilishi bir oyni ichida o $3000 pulni to'shqizib yan to'shqizib yig'ilib bo'ldi endi mau bizniki mono cherkovniki e'loni chiqqancha odamlar ko'pchilikki bir oz ko'may ko'pchilik hammalarniki qo'llab qo'yishini o'zimni bir Kanadada yashayotgan Uyg'ur bo'lgandan keyin shu ishni bir tashviq qilish ozroq o'zimniki ko'ngil so'zlarimni davolay deb bu videoni ishildim. Ava shundoq chiroyli yaxshi oldamsa o'zim Kanadalik bir Uyg'ur bo'lish suhbatim bilan bu ishni cho'ng qo'llaydiganligimni bildirish hamda ko'pchilikni mushqa safarbar qilishni maqsad qilib bu qisqa videoni ishildim. Ko'pchilik hammalarniki Navro'z bayramlariga tekrar muborak bo'lsin. Xo'shamsa Allohga amonat, hamma salomat bo'linglar.